jinsiy aloqada bo'lib yurgan ayollar jinsiy aloqada bo'lmay yurgan ayollardan ko'ra o'zini bosmaganroq, spokojniyroq, ruhiy xotirjamroq va chiroyliroq ko'rinadi, istaraliroq ko'rinadi. Chunki buni sababi o'ta orgazm bo'ladi, o'ta garmoniya ishlaydi, o'ta sevgi bo'ladi. Ayolni chiroyli qiladigan narsa o'zi shu-ku, sevgi-ku. Joyida bo'ladi. Glavniysi ruhiyat, spokon o'zini bosmagan. 3 kun agar jinsiy aloqamiz bo'ldi, ketdi, asabiylashib, ana qilish boshlayveradi. Erkaklar ham shunaqa, ayollar. Erkaklar 3 kun chidolmaydi-ku. Agar testosteron normal erkak bo'lsa, avtomat o'qlangan bo'lsa, uzog'i bir sutkaga boradi, undan u yoqqa o'tolmaydi. Lekin temperament degan narsalar bor-da, erkak kishining 4 xil turi bor-da. Masalan, ayollarda ham shunaqa. Faqat erkaklar emas, ya'ni sangvinik, melanxolik, flegmatik, xolerik. Bu tiplar erkakda faqat xarakterni emas, jinsiy quvvatini ham bog'lab beradi. Qaysidir erkak yoki ayol o'ch bo'ladi bu narsaga, har kun 2 marta, 3 marta bo'lmasa bo'lmaydi. Qaysidir bir haftada 2 martaga shu qoniqadi. Men aytaman, shu sani norming. Yoshga aloqasi yo'q. Yo'q, norma. Qaysidir erkak yosh, hozirgi yosh bolada impotentlik ko'p-ku. 3-tipdagisi bor, sangvinikmidi, flegmatikmidi. Ularda masalan bir oyda 10 marta yoki 10 kunda 3 marta. 4-tipdagi juda bo'shashganlar, testosteron kam ishlab chiqariladi. Ular ham masalan hayotda zo'r o'zini o'rnini topib ketadiganlar bor, og'ir, bosiq, keng fikrli, uzoqni ko'radigan bo'ladi-da, lekin testosteron slabroq bo'ladi. Bular bir oyda bir marta bo'lsa ham yetadi, shu sani normasi o'sha. Ya'ni bu yerda erkak kishiga mana shunaqa ramka yo'qda, mana shu erkak mana shu bir hafta davomida shuncha aloqa bo'lishi kerak yoki ayol shunaqa bo'lishi kerak degan narsa yo'q. Joyi to'g'ri kelsa, vaziyati to'g'ri kelsa, bolalarini tinchitgan bo'lsa, xohishi bo'lsa, glavni hammasi ikkovi ham bir-biriga kerakligini qilsa, bo'lsin, xohlagan. Masalan, menga doktor aytdi, tasavvur qiling, eringiz bilan yotibsiz-da, eringizda xohish bor, qo'pol qilayotganda ereksiya bor, hammasi bo'lib turibdi-da, siz yotibsiz-da, siz chappa qarab olgansiz. Menga doktor aytdi, bir haftada 2 marta ekan, mumkin ekan desangiz, eringiz nima dedi? Pashol dedi. Harakat qiladi, bo'lmadimi? Bare deydi-da, 1 marta bo'ldi, 2 marta bo'ldi, 3 marta bo'ldi, sekin hozirgi yaxshi toparman tutarman erkaklar ko'chada qolmaydi.